qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Amerika Federal tekshirish idorasi FBI Xitoy va Eronning Amerika tuproqlaridagi o'qituvchilarning ovozini o'chirish uchun farqli taktikalarni qo'llanganligini aytgan. Reuters agentligining 19 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Federal tekshirish idorasi Xitoy va Eronning Amerikadagi o'qituvchilarni besiqtirish va Amerikaning siyosatini ta'sir ostiga olishda texnik qattiq usullarni qo'llanganligini ogohlantirgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining istixborotga qarshi turish xodimlari muxbirlar bilan davlat halqigan bostirish to'g'risida o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida ziyonkashlikka uchrag'uvchilarni o'tirg'a chiqishga chaqirdi va idoraning chet el mustabiy hokimiyatlarining Amerika qonuniga xiloflik qilib, bir qism aholilarni qo'rqitish qilmishlarining izini qo'g'layotganligini aytdi. Amaldorlar hukumatlarning har vaqt o'qituvchilarni kuzatish uchun xususiy chorlaguchilarni ishlatishni iltimos qilganligini, federal taftishlardan buningga aloqador bir qancha jinoiy ishlar delosini topshirib olganligini aytdi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining bir axborot amaldori bu taktikalarning ilgari Amerika zaminida hech qo'llanilib boqmagan yangi taktika ekanligini aytgan. Federatsiya tekshirish idorasi bu xil yuzlanishlarga qarata farqlantirish engini o'stirish, shaxsiy tekshiruvchi tarmoqlar yerlik va davlat qonun ijrochilarini ogohlantirish kerakligini aytdi. Mas'ullar davlat halqigan bostirish planining nishonining ko'p taraflamlik ekanligini, ba'zi vaqtlarda yana yomon g'arazlik taktika orqali Amerikaning siyosat qaroriga ta'sir ko'rsatishni maqsad qilganligini aytdi. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi Kengash palatasidagi ko'p sonliqlarning rahbari Chak Schumer, Nyu-York shahrining boshlig'i Erik Adamsni va boshqa demokratlarni davlat bexatarligiga xatar olib keldi deb ayblagan. Reuters agentligining 19 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Kengash palatasidagi ko'p sonliqlarning rahbari Chak Schumer, Nyu-York shahrining boshlig'i Erik Adams Manhattan'da Xitoy saqchi punkti ishlatganligi bilan ayblangan Liu Jiawangning Xitoy davlatiga bog'langan Fokin Amerika jamiyati uchun iyona to'plash faoliyatiga qatnashgan. Schumer faoliyatda so'z qilgan. Taftish mahkamasining xabariga qaraganda, Liu Jiawang oldingi hafta qo'lga olingan va Xitoy hukumatiga vakolatan suiqasd qilish jinoyati bilan ayblangan. Kundalik chaqirg'uchi gazetining xabariga qaraganda, 2022 yili 4-oyda Liu yana iyona to'plash faoliyatida Nyu-York Demokratchilar partiyasining Avom palata a'zosi Grace Ming bilan ko'rishgan. Cumhuriyetçiler Partisining Kengash palata a'zolari Xitoy tijoratchilarining Demokratlar partiyasi bilan aralashishi hayron qolarlik ish emas. Partiya umumiy jihatdan Xitoyni qo'llaydi degan. Texas shtatining Kengash palata a'zosi Ted Cruz Fox xabarlar raqamli gazetiga Demokratchilar partiyasining Xitoyni qo'llaydiganligini, demokratchilarning pulni Xitoydan pul oladigan cho'ng savdo, cho'ng Hollywood, cho'ng universitet va cho'ng texnika shirkatidan oladiganligini, shunga Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizishi, kishilik huquq dafsanchiligi, bilim mulk huquqini o'g'irlash qilmishiga sal qaraydiganligini aytgan. Tajovuzchi Xitoy Uyg'ur professori Arslan Abdullaga 18 yillik muddatli qamoq jazosi bergan. Qrim xabar agentligining 24 aprel kunidagi xabariga qaraganda, atalmish Shinjang universitetining til adabiyot fakultetida ishlagan 3 tomlik gigant asar hozirgi zamon Uyg'ur tilini yozgan professor Arslan Abdulla 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Arslan Abdulla yozgan 3 tomlik hozirgi zamon Uyg'ur tili nomli kitobning boshqa kitoblarga o'xshamaydigan yeri Uyg'ur tilini turkologiyaning bir qismi deb tunishtirgan va kitobda chet elliklarning Uyg'ur tili haqidagi tadqiqotiga o'rin berilgan. Kitobning har bir betida zamonaviy Uyg'ur tilining qurilmasi, Ko'k turkchining kona Uyg'ur turkchisining varisi, Xaqaniya turkchisining Chag'atay turkchisining varisi ekanligi ta'kidlangan. Xitoyning Sharq Turkistonda mustamlaka va ishg'ol siyosatini mustahkamlashiga putli tashabbulgan bo'lg'achqa, Xitoy irqiy qirg'inchilik siyosatining ijro qilinishi uni turmaga qamashni taqozo qilgan. Arslan Abdulla 1955 yili Sharq Turkistonning Qumul viloyatida tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta ma'rifni Qumulda tamomlagan. 1979 yili atalmish Shinjang universitetini bitkizgan. U o'qish bitirgandan keyin universitetning til adabiyot fakultetida o'qituvchi bo'lib ishlashga boshlagan. 1990 yildan 1991 yilgacha Angliya London universitetida magistrlik unvonini olgan.
1996-yildan 2001-yilgacha universitetning til adabiyot bo'limining boshlig'i, fakultetning muavin raisi, o'qitish bo'limining muavin boshlig'i bo'lgan. 2001-yildan 2011-yilning oxirigacha u Filologiya institutining mudiri, Atalmış Şinjan Universiteti Altay Tillari tadqiqot o'rnining mudiri, O'rta Osiyo tadqiqot o'rnining mudiri, Davlatlik til adabiyot markazining ilmiy maslahatchisi bo'lgan. Arslan Abdulla 34 yillik o'qituvchilik hayotida ilmiy qurilish, o'qitish, tadqiqot va tarjima ishlari bilan shug'ullangan. U turk shivisi tadqiqoti to'g'risida Germaniya, Rossiya, Avstraliya, Avstriya, Turkiya va Iran qatorliq 20 necha davlatni ziyorat qilgan. Uning 12 asari Atalmış Şinjan Universitetining 1, 2 va 3 darajalik mukofotlarga, 5 parcha asari rayonning 2 va 3 darajalik mukofotlarga erishgan. U Uyg'urchadan Xitoychaga, Xitoychadan Uyg'urchaga 30 dan ortiq roman, hikoya, she'r va ilmiy maqolalarni tarjima qilgan. Xitoylarning dushmanlik qilish sababi mustamlikadir. Xitoylar bilan Uyg'urlar orasida dushmanlik paydo qilayotgan xalqlik masala mustamlika yoki tajovuzchilik masalasidir. Chunki bu yerda Xitoydan iborat mustamlikachi, Uyg'urdan iborat mustamlika qilinuvchi mavhum millat mavjuddir. Xitoyparastlardan boshqa hech kim inkor qila olmaydigan bu haqiqat beshimizga kelayotgan barliq musibat, xafalik, zulm va xo'rlikning asosli sababchisidir. Uyg'urlarning beshiga kelayotgan zulm va tajovuzchilikni dinimizga, musulmonligimizga, madaniyatimizga, qimmat qarashlarimizga va mustaqillik irodamizga bog'lash siyosiy dötlikdir, ideya buzuqligidir, dushmanga xizmat qilganlikdir, millatning irodasi va kimligiga haqorat qilganlikdir, millatni tajovuzchi bilan chiqishib yashash ideyasiga boshlaydigan sotqinlikdir. Beshimizga kelgan zulmning asli sababi dinimiz emas, balki aqidamizga sodiq bo'lmaganligimizdir. Dinimizni asli manbasidan sog'lom tushunmaganligimizdir. Saxta dindorlikdir, saxta vatanparvarlikdir. Bu sababdan vatanni tartibsib qo'ydik. 21-asrdami davomlashayotgan dahshatli zulmning asosli sababi vatansizlikdir, mas'uliyatsizlikdir. Bu zulmdan qutulishning sog'lom yo'li qulluq engidan qutulishdir. Dushmanni dushman deb bilishdir va shu bo'yicha harakat qilishdir. Vatanni qaytarib olish birinchi qilib Sharq Turkistonlikning aqida majburiyatidir, axloqiy mas'uliyatidir, insoniy tuyg'usidir va haqiqiy vatanparvarlikdir. Shunga oqmaydigan sababni bahona qilib islomga hujum qilish, kimligimizni parchalashga urinish, qimmat qarashlarimizni kamsitish dinimizning prinsiplariga va ko'rsatmalariga ziyonkashlik qilganlikdir. Siyosiy kurashni dinsizlashtirishga uringanlikdir. Bu qilmish siyosiy dötlik bo'lgandan sirt millatning tuyg'usiga azor berganlikdir. Millatni parchalashning vositasidir va millatning bir butun kimligiga qilinayotgan dushmanlikdir. Shuni unutmaslik kerakki, bu millatning siyosiy kurash yo'lini davomlashtirib kelgan va kelayotgan ruh islom ruhidir. Tajovuzchiga bosh egmaslik irodasini ato qiladigan ruh islom aqidasidir. Bu millatni yana o'rnidan dast turg'izadigan ruh ashqulluq va passivlikdan xoli sog'lom islom e'tiqodidir va millatning kimligiga rioya qiladigan milliy ruhdir. Shunga tajovuzchi dushmanning zulm qilish sababini dinimizga, musulmonligimizga va dinimizning ko'rsatmalariga ortib qo'yish millatni qaymoqtirganlikdir. Dushmanni chiroyli ko'rsatishga uringanlikdir. Buning isboti shuki, Tibet millati kafir bo'lsa-mu, islom prinsiplariga amal qilmasa-mu, qiz ayollarning beshi ochiq bo'lsa-mu, yanada zulmga uchrayotidi. Abdurahmon Jamol Kashg'ari. Hurmatli qarindoshlar, bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.